Siz ham o'pishing-da. O'pishaman hozir. Meni oldimda hech kim yo'q-da, men bir o'zim yashayman deb o'ylay. Sizga nima bor buni oldiga kiyib olib? Bu yoqqa keling. Kim edi ismingiz? Ismi kim edi? Ismi kim edi o'g'alar bu qizi? Ismi kim edi? Pokizaxon, bu yoqqa keling, sizni pokligingizni olaman. Bu yoqqa keling. Oldimga keling. Yaqinroq keling. Siz hozir men pokligingizni olib qo'yaman hozir. Yaqinroq keling. Labmalab mayli. 5 ta patbichkilarim nomidan kechdim. 5 marta bir-birlaring bilan labmalab o'pishasizlar. Yo'q, labmalab. Yo'q, yuzda yo'q. Ya bu. Yuzda o'pishgan. Nima kerak bizga yuzda o'pishgan? Ya, nima kerak bizga yuzda o'pishgan? Chidaganga chiqargan. Dilnoraxon, o'yin chidaganga chiqargan. O'yin chidaganga chiqargan. Men gapni qilmayman, Sardorbek. Bo'lmasa eshakda hangrang. Eshakda hangrang bo'lmasa. Bo'lmasa cho'miling kirib. Hangrolmayman. Bo'ldi eshitdim. Cho'miluraman, lekin boshqa narsaga cho'milaman. Mana shu kiyimimda cho'milaman. Oppoq kiyimda cho'milasiz. Mana shu kiyim. Oppoq yo'q. Kiyimim yo'q, kecha yuvdim, ko'rdik. Oq kiyimim yo'q mana. Eshiting. 4-variant qo'shib beraman, shoshmang. 4-variant qo'shib beraman. Eshiting. 4-shartim ona orqangizda turgan konditsionerni sindirasiz. Qani bitta sizni mardligingizni ko'raylikchi. Mana men mashinalarimni yoqib yuborganman. Mashinalarimni bo'lib tashlaganman. Mana eshigim yo'q. Mana uyimda eshigim yo'q. Mana uyimda eshigim yo'q. O'rista omida ochiq mana. Nima bu? Mana uyimda eshigim yo'q. Mana uyimda eshigim yo'q. Bitta ko'raylik mardligingizni. Qiyin sizga. Bitta mardligingizni ko'raylik. Davay. Nima qiling? Ko'chaga chiqib ketaymi? Ko'chaga chiqib ketmang. Ko'chaga chiqib ketaymi? 4 ta shart berdim, bajaring. Bittasini bajaring o'li. 4 tadan bittasini bajaring. Xo'p. Mana shu kiyimimni ustidan Yo'q. kiyimimda qo'ysam qo'yaman, bo'lmasam qilmayman. Men oq dedim. Men oq dedim. Men yo'q, oq kiyimda men ishlarim ko'rdim. Uyat. Sharmanda, hey, sharmanda. Bu eshitding. Bo'lmasa oq kiyimda echkanchalik turing, eshakda hangravering. To'r oyoqda turing, eshakda hangravering. Yo'q. Eshakka qandoman? Eshakni bilmayman. Qanaqa hangrashni eshaklar bilan ko'rmaganman eshaklar. Qanaqa hayvonni yaxshi ko'rasiz? Mushukni yaxshi ko'rasizmi? Mushu. Uni ham yaxshi ko'radi. Bo'ldi, ikkalanglar to'ra yoqda. Ikkalanglar to'ra yoqda turib, ispitanagacha mushuk bo'lib berasiz. Pokizaxon, siz shartga qo'shilyapsiz, siz kiryapsiz buni oldiga. O'ynaydigan odam yolg'iz o'ynash kerak. Oldida odam qo'shiladi, po-libom qo'shiladi. Tushunyapsizmi? Qonun qoidasi. Ha, shunaqa. TikTok bolar qonun qoidadan o'zar. Men xohlagan ishimni aytaman. Eshityapsizmi? Qarang, men xohlagan gapimni gapiraman, siz bajarasiz yutqizganingizdan keyin iloji yo'q. Bo'lmasam qaranglar, ikkalanglar ham mana shunday kameraga ko'rinasizlar. Mana shunday qo'llaringni yonboshga qo'yasizlar, ispitaragacha shunday sakrab turasizlar. Ana shunday. Mana qarang, sizga qildirasiz unaqa shart. Sizga adresga tushdingiz. Pokizaxon, qana qizlarga qildiraman, qana qizlarga qildiraman. Toza o'zidan ketyapsiz. Siz bu yoqqa keling. Yo'q, siz noto'g'ri adresga kelib qoldingiz. Siz bilan qanaqa gaplashish kerak o'zi? Kelib qoldim. Kelib qoldim. Ya, hozir peshonangizga tamg'a bosib qo'yaman bir keyin. Telefonda orqasi oldiga yaqinlashmang, ko'rinmang kameraga. Boring kameraga ko'rinmang o'lay. Kameraga ko'rinmang. Meni jahlimni chiqarmang. Meni jahlim yomon. Ko'rinmayapti. O'zingiz chaqirib oldingiz. Jahlim ko'chada ko'rsatdi. Jahli yo'q. Jahli choynidan choy icharkanlar lekin. Yomon ekan choyni lekin. Kim qotyapti og'alar? Kim qotyapti? Zenuram menmi? Kimdir qotyapti hozir? Svязь to'g'irlang. Svязь to'g'irlang. Toshkentda ham internet shunaqa bo'ladimi? Toshkentda internet shunaqa bo'ladimi? Azim aka, assalomu alaykum. Ha? Toshkentda mana shunaqa internet. Toshkentda shunaqa. Endi menda nima ayb? Toshkentda internet bunaqa bo'lsa, ayting. Hech narsa qilmaysizlar. Faqat shartimni to'g'ri bajarasizlar. Ikkalanglar ham to'r oyoqda emaylab turasizlar efirda. Turinglar. Yana o'rtog'im boshini olib. Tezlashinglar. Yaxshi gapirganingiz. Tezlashing, ismingiz kim edi? Mana shu kiyimni ustimdan Pokizaxon, pokligingizni olib tashlang, sizni.